ikkinchi. Barchaga assalomu alaykum. Jahon chempionati ham boshlandi. Shu jahon chempionati munosabati bilan hozirgi turnirda o'ynayotgan o'yinchilardan bir-birimizga topishmoq qilib qo'ydik. Men kimman degan o'yinni o'ynaymiz. Peshonamizda o'yinchimiz yozilgan. O'sha o'yinchini men topishim kerak buni. Kim ekan u? Xo'sh, bu boshdan boshlaymiz. Jahongir Sarang. Xo'sh, meni o'yinchim 20 yoshdan kattami? Ha. Ha. Meni o'yinchim jahon chempionati sohibimi? Yo'q. Meni o'yinchim Lotin Amerikasidanmi? Yo'q. Xo'sh. Meni o'yinchim Lotin Amerikasidanmi? Ha. Xo'sh, meni o'yinchim jamoasi jahon chempioni bo'lganmi? Yo'q. Meni o'yinchim top 5 ligada to'p suradi. Ha. Xo'sh, meni o'yinchim Yevropadanmi? Ha, meni o'yinchim Lotin Amerikasidanmi? Oltin to'pga top uchtalikka kirganmi? Yo'q. Meni o'yinchim Real Madridda o'ynagan. Neymar ham kirgan? Meni o'yinchim Yevropadanmi? Ha. Xo'sh, meni o'yinchim top 5 nimadanmi? Zbornidanmi? O'sha masala top 5 liganing davlatlaridan, zbornisidan. Meni o'yinchim Ispaniya chempionatida o'ynaydi. Yo'q. Xo'sh, meni o'yinchim top 5 ligada o'ynaydi. Ha. Meni o'yinchim Portugaliyadanmi? Yo'q. Xo'sh, meni o'yinchim Yevropadanmi? Angliyadanmi? Mendanmi? Angliyadanmi? Yo'q, yo'q. O'z Men chiqadi. o'yinchim hujumchimi? Ha. Amerikaga ham hujumchilar top. Xo'sh, meni o'yinchim himoyachimi? Yo'q. Yo'q. Xo'sh. Meni o'yinchim Gollandiyada o'ynaydimi? Yo'q. Niderlandiyaga. Xo'sh. Men nima dedim? Angliyadanmi dedim. Ispaniyadanmi? Yo'q. Az. Hujumchi bo'lsa-ga meni o'yinchim top 5 chempionatda o'ynaydimi o'zida? O'ynaydi. O'ynaydi. Xo'sh, meni o'yinchim o'ng oyoqmi? O'yda. Ha, Nogiron. Ha, O'ng oyoqmi? yo'q. Ha. Meni bo'lish kerak ekan. Ha. Xo'sh, meni o'yinchim Ispaniyadanmi? Ha. Xo'sh, meni o'yinchim to'xtanglar, Italiya o'ynamaydi-ku. Ha. Fransiyadanmi? Ha. Yaxshi. Meni o'yinchim Argentinadanmi? Yo'q. Meni o'yinchim O'ynaydimi? Bor-ku. Hamma o'ynayotganlar dedik-ku. Xo'sh, meni o'yinchim Barselonada o'ynaydimi? Yo'q. Meni o'yinchim Barselonada o'ynaydi. Ha. Xo'sh, Ispaniya va Tak, fransuz bo'lsa agar meni o'yinchim Fransiyaning asosiy sostavidanmi? Ha. Ya kuldingizda topolmaysiz deb men ikkinchi sostavda. Yo'q. Zaminada o'tiradi. Ne? Cho'rasiz, bak. Aslo. Bir bunday. No. Xo'sh. Meni o'yinchim Fransiya chempionatida o'ynaydi. Yo'q. Hujumchi. Meni o'yinchim hujumchimi? Ha desak ham bo'ladi. Hujumchi. Mana hujumchi kutib tursaman. Meni Agif tetam. o'yinchim darvozabonmi? Yo'q.
Xo'sh, Fransiyadanmi? Rabio'mi? Oynama qoldirchi. Oynama. Amerika'dan ismini oğlan. Dembele ne bak? Çünkü ben bir direkt bu Dembele bakıyor sokum Ne? Ne bu senin kanal pozisyon tutuyorsun da bu? Ya Oy sochim, oy sochim. Qani ma'lum ekan, aka ma'lumdan önce. Shuncha sochim olishdi. Kichkina qilib yozgansiz, qanday o'qiymi? Yana qaysi davlatlar? Braziliyadanmi? Ne? Brazilya'dan. Bilganman. Ben de. Meni o'yinchim Angliyada o'ynaydi. Yo'q. Meni o'yinchim İspanya'da asosiydami? Angliya chempionatida o'ynaydimi? Ha. Xo'sh. Meni o'yinchim Fransiya chempionatida o'ynaydi. Yo'q. Yo'q. Fransiyada o'ynaydi. Xo'sh. Mening o'yinchim Torresmi? Torresmi? Hozir o'ynaydilar chempionatga. Torres o'ynaydi-ku, Ferran Torres. Meni o'yinchim Chelsea'da o'ynaydimi? Yo'q. Bugun apadish. İtalya chempionatida o'ynaydimi? Ha. To'g'ri. Mening o'yinchim Lamine Yamalmi? Yo'q. To'xtab o'ylaylik qani. Braziliya qadayni. Prosta eslardan chiqdi, boshqa hech kim qolmadi o'zi. Angliya chempionatida o'ynaydi hozir ham. Shundaymi? Qarang, siz aytdingiz, Oltin To'p olganmi dedingiz. Oltin To'p top Yo'q. ishlarida bor edi. Yo'q. Ha. Kim tushib ketyapti? Neymar bilan Vini tushib ketyapti. Ay shuda. Angliya degandan keyin ancha kishi tushib ketyapti o'zi. Yo'q, hozir Braziliyada o'ynaydi. Asosiyni aytmadingizlar o'ynashini asosiyda. Hali birinchi turdan o'tmabdi-ku, hali birinchi tur. Qonapadish, kim Braziliya bu? Chelsea'da o'ynamaydi deysizlar. Men yo'qtamiga o'qam ham Tottenhamda bo'lmaydi. o'ynaydi. Tottenhamda o'ynaydimi? Yo'q. Meni o'yinchim Modricmi? Yo'q. Da. Xo'sh. Meni o'yinchim 8-raqamda o'ynaydi. Ha. Maktabga yo'qtamak intriga qilyapti. Martinelli mi? Yo'q. Yaxshi variant yo'q. Martinelli Sancho. Jesus olmaganlar lekin. Ha, yo'q. Emas. Meni o'yinchim Juventusda o'ynaydimi? Ha. Undan chiqmadi savol. Xo'sh, mening o'yinchim Pedri. Meni o'yinchim Angliya chempion bo'lganmi? Klubi bilan? Yo'q. Xo'rayinchi ekan. Olmadı. Chempion bo'lmaganmisiz? Meni o'yinchim Vlahovichmi? Yo'q. Yo'q. Vlahovic hasbi Meni uchun top bo'lganmi yo endi top bo'ldimi? Shu yil top bo'ldi. Serbiya. Qayt nima? Thiago'mi? 20 bu qo'yuz nima? Ne. Yo'q. Bayhas. Bor o'yinchi. Bor o'yinchi. Prosta esiga kelmayapti. Darsni nega bo'lib turgansiz? Man tush. Tush. Meni o'yinchim Davismi? Yo'q. Neyimsin bak odamlar Braziliya sira o'ylaydi. Angliya qaysi klubga? Yaxshi. Chelsea O'ynab yo'q. yopti o'zi. Arsenalda o'ynaydimi? Yo'q. Chempion bo'laydi ko'mayapsan. Qaysi savol? Ana o'zi jatmet. Richarlison emas. Besh. O'ngga yo'q savol bergandim. O'ngga yo'q degansiz. Ne akun? O'ngga yo'q kitoblar. Boshqa hech vaqt. O'zbekcha. Meni o'yinchim Yevropadan. Vay. Ha, sbornisi Yevropa. Yo'q, o'yda o'zbek. Qiziq joyda. Unitedda o'ynaydimi?
Kunyami. Bu hududda so'raysiz. Ona topmas öyle. Meni o'yinchim Opendami? Yo'q. Opel. Meni o'yinchim Kunya. Ha. Familiyasi. Yangi herifdin ya. Ya, ne agashlar. Çünkü top ne değil mi? Ne family. Top var içinde. Qana u shu yil Angliyada 3-o'rinda oldi, qana top bilmaydi. Haket xulash top var ne de. Anglar. Ya Braziliya. Uchni olganmisham Sheshko era Guamni nima qildi? Fernandes mi? United. 3ta savol sizga. 3ta. Meni o'yinchim Yıldızmi? Kallet pokat manna istagi va donsivicha. Video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang va kommentariyada yana qanaqa shart qo'shishimizni xohlardingiz, o'zingizni variantlaringizni yozib qoldiring. Bizni kuzatishda davom eting va obuna bo'ling. Tamam.